Farjomidan 100% tabiiy limonad. Endi shisha butilkalarda. Rahmat. Ofisant. Ey! Bu yoqqa kel, qaror. Hozir Bu yoqqa kel. boryapman. Laba aka. Aroq tugabdi. Borib kel. Aka, biz yopilayotgandik-da. Nimaga yopilasan? Ee, Pul kerakmi? Ma, borib kel. Bor. O'zchayu a? Tezroq olib kel. Ey uka, bu yer senga yaylovmi o'tdiydigan? Eshityapsanmi, ey? Eshityapman. Eshitgan bo'lsang nima qilib o'tirsan bu yerda? Tur o'rningdan. Ko'rmayapsanmi? Men maza qilib o'tiribman. Bu yerda hamma ichyapti. Nima? Sen bu yerda qorovulmisan? Qorovulman, nima edi? Qiziq. Bu yer yaylov bo'lmasa, senga o'xshagan qo'ylar nima qilyapti bu yerda? O, nima deyapsan? İflas. O menga qara. Yana bir marta kayfiyatimni buzsang, majag'lab tashlayman. Qo'y bor.
Voy boshim. Yorlay deyapti bu bosh. Oho, tushlik vaqti bo'lib qopti-ku. Men bir boshim og'rig'ini qoldirib kelmasam bo'lmaydi. Yana keldi ana mishqa. Kim bu yigit? Oldin ko'rmagan ekanman. Yangi shekilli. O'tgan kuni Sherzodni burnini ishqalab qo'ydi. Jag'ini yorib qo'yaman, o'chir ovozingni. Qo'lingdan kelsa, ana uni jag'ini yorgan. Tushundingmi? Bu yigit qimorda ham abjirga o'xshayapti. O'tgan kuni shu yerda ko'pchilikni yutib, pulini shiribdi. Rostdanmi? Kelganiga ko'p bo'lmabdi-ku, shunaqa qilibdimi? Unda safimizga tortishimiz kerak. Qo'ysa-chi Said aka, cho'ntagida xemiri ham yo'q-ku. Ishonasizmi shuning gapiga? Bo'lmasa topadi. To'g'rimi? Qimor shunisi bilan qiziqdi aka, to'g'rimi? Oling. Sen chaqirib kel. Menmi? Ha? Sen o'sha kuni yaxshilab tanishib olgansan-ku. Qarab tur, seni jag'ini yoraman. Bore. Shu bo'yi bilan kaltak yebdi-da. Tinchlikmi? Yur u yoqqa o'tamiz. Qartada qanaqasan? Xohlasang bir qo'l tashiymiz. Yoki yutqizib qo'yishdan qo'rqasanmi? Bosdim. Buni ko'tardim. Tuz. Mana bu uchtasi pagon deydilar, ukam. Bu safar omading kelmadi, yigitcha. Lekin chakkimas. Keyingi safar puldan o'ynaymiz. Keyingi safar bizga ham omad kulib qolar. Bu Said akam bilan omading kelishi qiyin-ku. O'zi g'irt, aroqxo'r, bekorchi bo'lsa ham qimorda qashqir bu odam. Kim aroqxo'r? Nima aroq ichmaganmisiz umringizda? Ey. O'zing ichmaganmisan? Bo'ldi qillaring. Mehmon oldida tortishmalaring. Men qara yigitcha, isming nima? Otabek. Yaxshi. Istasang, ertaga o'yin bor. Pulingni baquvvat qilib kelsang, qizitamiz. Ertaga bo'lsa, ertaga. Voy o'lay. Nazira xolani uyda yashayotgan yigitmi? Nabirasi deyishgan edi. Yaxshi odam bo'lmabdi-da.
Ja o'zlaricha kerilib, mahallani oldi odami bo'lib yurardilar. Nabirasini ahvolini qarang. Ey, Bir suhbatini olib ko'raychi. Ay bola. Uyingni topolmayapsanmi? Shunaqayam ichadimi? Yoshgina bola ekansan. men gapiryapsizmi? Senga gapiryapman. Devorga gapirmayapman-ku. Buving rahmatli, qanaqa yaxshi inson edi. Ahvolingni qara. Nima qilibdi ahvolimga? Zo'r ahvolim. Senga gapirganni foydasi yo'q ekan. O'sha qamog'ingda chirib ketganing yaxshi ekan. Siz kimsiz o'zi meni tergov qilasiz? Kimsiz? Ha, nimaga menga ma'ruza o'qiysiz? Beting qursin. Buving tengi odamman-a. Menga shunaqa gapirishga uyalmaysanmi? Ko'chadan o'tgan ketganni g'iybatini qilib o'tiribsiz-ku. Boring. Seni odam deb gapiribman-a, alkash. Pas. Pas. Bas. Yuz. Bo'ldi, borim tikaman. Qartamoqchiman. Menda shuncha pul bor. To'xta. Bu safar ham omading kelmadi, yigitcha. Bunga qara. Ol. Yana bir qo'l o'ynaymizmi? Puling bo'lsa o'ynaveramiz. Pulmi? Bor. So'z borish kerak endi. Mana. Xo'sh, o'ynaymizmi? So'z. Eshitaman. Qaraysan yigitcha, yaxshimisan? Yaxshi. Meni eshit. Bugun yana katta o'yin bor. Kelasanmi? Ha, boraman. Faqat cho'nchakni baqatib kelish kerak. Yana o'tgan safarga taqa puling tugab qolmasin. Biz hamisha shaymiz, akasi. Bo'pti. Ha.
Bu safar ham omadim kelmadi. Essiz shuncha pula. Bas. Xo'sh, yigitcha. Yurasanmi? Mendan 2 hissa. Xudo berardan qismatsin. Mendan ham 2 hissa. Ha bu deyman. Qo'lingiz ancha balandga o'xshaydi. Endi beraman desa. Omadam kelaverar ekan-da, uka. Yaxshi. Unday bo'lsa, mendan bir pochka. Kimdir menga qarz berib tursin. Nima deganing? Qarzga o'ynamaymiz-ku, bilasan-ku. Ha, aka. Pulingiz bo'lmasa, uyingizni tiking. Uyini qayerdan tikadi? Yutqizib bo'lgan u. Ijarada yashaydi. Uy bizning nomimizda. Nima? Unday bo'lsa, pullar meniki. Shoshma. Qizimni tikaman. Esing joyidami seni? O'ylab gapiryapsanmi? Nima farqi bor? Qizimni tikaman dedimmi, bo'ldi. Xo'sh. O'ynaysanmi? Ammo lekin qizi juda ham chiroyli. Qurliqo qiz. Yoshgina. Yaxshi. Xo'sh. Ochamiz. Yigirma 29. Hey, shoshmang. Bugun bu safar sizmas. Men yutdim. Men yutdim. 31. Meniki. Xo'sh. Xo'sh. Qizingiz necha yosh? 20ga to'ladi. Mana bu pul sizga. To'yga tayyorgarlik ko'ring. Qizingizni to'y qilib uyingizdan olib ketaman. Mart yigit ekan, Sayid. Qizingni to'y qilib olaman deyapti. Omading bor ekan, yigitcha. Haqiqatdan qizi juda ham chiroyli. Nima qilay? Axir bo'ydoqman.
uylanishim kerak-ku. Rostdan ham qizimga uylanmoqchimisan? Ha, bo'ydoqman. Baribir yutqizdingiz-ku. Nima farqi bor sizga? Muncha zo'r. Senga havasim keladi, o'rtoq. Ha, shunaqa. Akam ham qo'llab-quvvatlayman deyaptilar. Nima yordam kerak bo'lsa ayt dedilar. Qani edi meni ham dadam ruxsat bersalar. Shunaqa ham o'qigim keladi. Zari, nega akamga yo'q deyapsan? Yana boshladingmi, Malika? Axir, senga aytyapman-ku, akam juda yaxshi yigit. Yo'q, bo'ldi. Qo'ysang shunaqa gaplarni. Mayli, o'zing bilasan. Men senga yomonlikni ravo ko'rmayman. Bilaman. Lekin ko'ngil degan narsalar ham bor. Opa! 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 Ha, tinchlikmi? Bormasiz bo'lmaydi, yana dadam oyimni uryaptilar. Tezroq bormasak o'ldirib qo'yarlar. Yuring, Yur tezroq. yuring. Sen hali gap qaytaradigan bo'lib qoldingmi? Aytganimni qilmaysanmi? Yo'qol. Ket. Yo'qol. Sen iflos hali gap qaytaradigan bo'lib qoldingmi, ha? Kim xo'jayin, ha? Kim? Men senga nima degandim? Ha? Qara. Aytganimni qilasan, shundaymi? Dadajon. Sen gap qaytarmaydigan qilaman hozir. Qo'yvoring oyim. Dada. Yo'qol. Kimni qarg'ayapsan sen? Dadajon, iltimos qo'yvoring, qo'lingiz Nima? dada. Yo'qol. Oyijon. Qizim. Oyi, hech narsa qilmadimmi? Hammang ikki quloqing bilan ham eshitib ol. Bu uyda men aytganim bo'ladi. Tushundingmi? İflos. Sen ham odammisan? Oyi. Yer yutsin seni. Bitta qizimni. Oyijon, bu O'chir! yaramas. Oyi. Oyi, bo'ldi. Ochir ovozingni. Ochir. Dada. Tegmang oyimga. Oyi. Bittang chizgan chizig'imdan chiqsang hammangni o'ldiraman. Bo'ldi, qiling oyi. İflos. Oyi. Oyi. Pastkash. Ochir. Yer yutsin seni. Polvon. Oyi, oyi. Hech narsa qilmadimi, oyi? Xudo jazoingni bersin. Yer yutsin. Kasofating o'zingga ursin. Oyi, nima bo'ldi o'zi? Nimaga bunaqa urdilar? Kechiring meni. Sizni tashlab ketmasligim kerak edi. Men uydan chiqqanim uchun shunaqa bo'ldi. Oyi, Xudo jazoingni. oyi hech qayeringiz og'rimayaptimi? Yaxshimisiz, oyi? Og'rimayaptimi? Qanday yaxshi bo'lay. Yaxshi emas-da qizim. Oyi, dadam nimani men aytganim bo'ladi deyapti? Nimadan bunchalik urush chiqardilar o'zi? Qo'rqqan narsam boshimga keldi qizim. Uni eshitganimdan ko'ra o'lganim yaxshi edi. Oyi, ayta qoling, nima bo'ldi o'zi?
Dadang. Seni qimorga tikib yuboribdi qizim. Nima? Oyi, nima dedingiz? Bu kunlarni ko'rganimdan o'lganim yaxshi edi. Dadang seni qimorga yutqazibdi. Qimorga. Oyi, hazillashyapman deng. Oyi, iltimos, hazillashyapman deng. Qani hazil bo'lsa edi. Nima qilishni ham bilmayapman qizim. Ko'rgan kunimiz qursin. Endi nima bo'ladi, oyi? U yigit uylanmagan ekan. Seni shunchaki olib ketmas ekan. Senga uylanib, to'y qilib olib ketar ekan. Oyi, nimaga aynan men? Nimaga dadam bunaqa qiladi, oyi? Meni kechir. Meni kechir, jon bolam. Qizim. Seni asray olmadim, qizim. Meni kechir, bolajonim. Bolajonim, kechir. Voy. Oying indamay yurib shuncha narsa yig'ib qo'yibdi. Qovoq tumshuqqimi? Sal mundoq qaragin sarpalaringga. Qara. Mana bu chiroyli ekan-a? Senga ko'ylak tiksak juda ham yarashadi. Ammo o'zi ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. Menga qara. Bunaqa qovoq tumshuq qilib o'tirganing bilan hech narsa o'zgarmaydi. Bugun seni to'ying. Osmonlarda uchadigan kuning-ku. Osmonda uchish. Mayli qizim. Qo'y, siqilmagin. Boshqa ilojing yo'q endi. Undan ko'ra tayyorgarligingni qilsang bo'lmaydimi? Qaniydi hammasi boshqacha bo'lganda. Voy. Bas qilgin endi. Endi bunaqa o'tirishingdan foyda yo'q. Hech narsa o'zgarmaydi. Yaxshimisan, qizim? Oyjon. Qizim. Meni kechir, jon bolam. Peshonamizda shu yozilgan ekan. Boshqa ilojimiz yo'q.
Bo'ldi qil. Peshonamda hiqillamagin. Tortib yuboraman. Maqsadingizga yetdingizmi? Guldek qizimni umrini hazon qildingiz. Boshimni qotirma. Ikki dunyo rozi emasman sizdan. Eshitdingiz-a? Ikki dunyo rozi emasman. Hey. Bo'ldi qiling. O'zingiz bosing. Butun mehmonlar eshityapti-ku ovozingizni. İçim yonib ketyapti. İçim yonib ketyapti. Ichingiz yonmasin. Hali jiyanim shunaqa baxtli qiz bo'lsin. Baxtini ko'rib quvonib yurasizlar hali. Bechora qizim. Kennayi. Hadeb yig'lavermasdan boring. Mehmonlardan xabar oling. Hademay kuyovlar ham kelib qolishadi. Bor. Bo'ling. Siz ham hadeb ichavermasdan turing, sal u yoqqa qarasangiz bo'lmaydimi? Bor. Nima ishing bor men bilan? Uyat. Shu aroq bo'lsa bo'ldi. To'y kuni ham ichadi. Alkash. To'yda ichmay. Qachon ichiladi? Ona qizim. Endi men ketishim kerak. Meni kechir jon bolam. Oyi, iltimos ketmang. Meni bir o'zim tashlab ketmang, oyijon. Iltimos. Buni iloji yo'q. Endi mana shu hayotga ko'nik qizim. Obbo, Kennayi. Hali ham o'tiribsizmi? Shu yerda qolmoqchimisiz, nima balo? Tura qoling, endi ketaylik. Bo'ling. Bolam. O'zingni ehtiyot qilgin. Allohga omonatsan. Voy, rosa vahima qildingiz-da, kuyovni ko'rdingiz-ku? Oy desa oyday, kun desa kunday. Yoshgina yigit ekan. Siz hali ham Xudoga shukr qiling. Qariya bir yosh katta odamga tegmayotganiga. Qiziqsiz-a, Xurshida-xon? Nima qizim shunaqalarni tengimidi? Voy, Kennayi, u ma'noda aytmadim. Shunchaki xafa bo'lishingizga arzimaydi, deyapman. Zarina, kuyov bola hech ham qovoq tumshuq qilishingga arziydigan yigit emas. Kirganida chiroyli kutib olgin. Bizni sharmanda qilmagin. Dadangni bilasan-a fe'lini. Ko'z yoshlaringni art qizim. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Voy, Kennayi, bo'la qoling, ketaylik. Iltimos menga tegmang. Iltimos qilaman sizdan. Men hali juda ham yoshman. Hali o'qishim kerak. Qo'rqyapsanmi?
Qo'rqma. Judayam yosh qiz ekan. Nimalar qilib qo'ydim. Oyimga ham aytmadim. U yerda oyim ammani qizini olib bermoqchi edi. Mayli endi nima bo'lsa bo'ldi. Sen qo'rqma. Senga tegish niyatim yo'q. O'zi judayam peshonasi sho'r qiz ekanman. O'sha yoshligimda o'lib ketganim yaxshi edi bundan ko'ra. Nega unaqa deyapsan? Taqdirim shunaqa achchiq ekan. Hozir siz ham men bilan nafsingizni qondirib, qachondir zeriksiz haydab yuborasiz. Keyin esa shunaqa jirkanch hayotda yashashni davom ettirishimga to'g'ri keladi. Men sen o'ylagan nomardlardan emasman. To'g'ri. Qimorbozman. Jinoyatchi bo'lishim mumkin. Lekin pastkash emasman. Senga hozir qo'limni uchini ham tekizmayman. Rostdanmi? Ha. Lekin hozircha biz birga yashab turishimiz kerak. Meni qiladigan bir ikkita ishlarim bor. Kattaroq o'yinlarim bor. Shularni bitirib olsam, keyin senga ruxsat beraman. Xohlagan joyingga ketaverasan. Aldamayapsizmi? Gaplaringiz rostmi? Ha, rost. Mendan qo'rqmasang ham bo'ladi. Haytgancha. Bu xona sen uchun yasatilgan. Bu yerga sendan boshqa hech kim kirmaydi.
Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, yaxshi. Va alaykum assalom. Oling. Rahmat. Hamma joyni chiniday qilib tozalabsan. Nonushta tayyorlashga ham ulguribsan. Non ham yopsanmi? Issiqqina. Qalay? Xo'p. Qara. Senga bir gapim bor. Meni yaxshilab eshit. Men hozir ketaman. Kech qaytishim mumkin. Meni ruxsatimsiz hech qayerga chiqmasdan uyda o'tir. Tushundingmi? Xo'p. Qo'yana. Kecha kelishganimizdek. Senga tegmayman. Faqat bu haqda hech kim bilmasligi kerak. Oramizda er-xotin munosabatini aytmoqchiman. Hatto oying ham. Xo'p. Bo'pti, nonushta qilib bo'ldim. Men ketdim. Hali hech narsa yemadingiz-ku? Yedim. Rahmat. Qiziq. Kim bu o'zi? Hayotimda hammasi shu qadar tezlashib ketdiki, hech narsaga tushunmay qoldim. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. SMS yuboring yoki keyinroq qo'ng'iroq. Qayerda yuribdi ekanlar-a? Kech bo'lib ketdi-yu. Assalomu alaykum. Keldingizmi? Cho'chib o'rdimmi? Bugun o'yin zo'r bo'ldi. Mana bu pullarni sanash bor. Ko'ramiz pulga qanaqa ekan bu qiz. Agar pulga qiziqsa, u bu narsa olib bering desa, bundan xotin chiqmaydi. Ko'zi to'qmi ochmi ko'ramiz. Lekin pullarni oldi. Bular haqiqiymi? Albatta. Umringda shunaqa pullarni ko'rganmisan? Qancha kerak? Ol, ishlat. Xohlasang tilla, xohlasang kiyim ol. Xohlasang chet elga borib dam olib kelamiz. Menga bu pullar kerak emas. Nimaga? Men shu paytgacha o'zim halol ishlab kelganman. Onamga ham halol ishlab qarashganman. Menga bu harom pullar kerak emas. Harom degan.
Yaxshi. O'zing bilasan. Harom bo'lsa haromda. Ha aytganda, pullar seyfda turadi. Kalitini tokchaga qo'yaman. Xohlaganingcha olib ishlataver. Oyijon, kelganingiz juda ham yaxshi bo'ldi. Siz shunaqa ham sog'inib ketdi. Men ham sog'indim qizim. O'zing yaxshimisan? Qiynalmayapsanmi? Xavotir olmang oyi. Ko'rib turganingizdek, mana hammasi yaxshi. Keyin Otabek aka biz o'ylaganchalik yomon odam emas ekan. Yaxshi bo'lgani bilan u ham qimorvoz qizim. Baribir u ham o'shalardan. Oyi, ular umuman dadamga o'xshamaydilar. O'xshamasin ham. Fikr xayolim senda. Na uyqumda halovat bor, na uyg'oqligimda. Oyi, mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Menda hammasi yaxshi. Siz umuman o'ylamang meni. Har doim yaxshi bo'lsin bolam. Hozir men ovqatga qaray. Qo'y. O'tir bolam, ovora bo'lma. Men ketaman bolam. Ovora bo'lma. Nimaga oyi? Ovqat yeb ketasiz? Yanagi safar. Sendan xabar olgani keldim. Uyga bora qolay. Ozgina o'tira qoling oyi. Yana kelaman qizim. Mana seni ko'rdim. Yaxshi ekansan. Ancha ko'nglim joyiga tushdi. Hidi ishtahani ochyapti-ku. Qani? Mana. Ko'rinishi yomon emas. Hidi juda yoqimli-ku. Qani? Ola qol. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Qani ol. Go'sht so'madingmi? Uyda go'sht qolmagandi. Nimaga aytmading? Olib kelardim. Go'shtsiz ham mazali chiqdi ovqating. Rahmat. Charchab qolmayapsanmi bir o'zing? Ha, yo'q. Bugun oyim xabar olgani kelgandilar. Yaxshi. Oyingga oramizdagi munosabat haqida gapirib qo'ymadingmi? Yo'q, indamadim. Yaxshi. Ishlarimni hal qilib olay. O'zim seni bir joyga aylantirib kelaman. Xo'p. Ola qol. Pullarga tegmagan. Rostdan ham insofli, halol qizga o'xshaydi. Ko'zi ham to'q shekilli. Yaxshi. Bo'la qolsingchi tez. Shoshyapman. Hozir mana, bo'p qoldim. Rahmat senga. O'zi
Dazmollangan kiyim kiymasdim. Arzimagan ish-ku. Rahmat shart emas. Shu arzimagan ish meni qo'limda kelmasdi. Otabek aka, Ha, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Maylimi? mayli, so'ra. Nimaga yolg'iz bir o'zingiz yashaysiz? Oilangiz, yaqinlaringiz yo'qmi? Ota-onam uzoqda yashaydi. Bu yer buvimni uyi. Qamoqdan chiqib, ularni oldiga borishga botina olmadim. Nimaga qamoqda o'tirgansiz? Janjal payti bir odamni o'ldirib qo'yganman. Qo'rqma. Nega ko'zlaring katta-katta bo'lib ketdi? Siz haqingizda hech narsa bilmas ekanman. Ana endi sekin-asta bilib olasan. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'pti. Tez qaytasizmi? Ha, harakat qilaman. Ko'rinishidan odam o'ldiradiganga o'xshamaydi. U men o'ylagandan ancha mehribonroq ekan. Zarina. Zarina. Hozir. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom, yaxshimisan? Rahmat. Vaqtli kelibsizmi? Hali ovqat qilishga ulgurmagandim. Bugun oshxonadan ozod qilmoqchiman seni. Qani, kela qol, shashlik olib keldim. Faqat issiq choy damlasang bo'ldi. Choy tayyorlab qo'yganman, issiq. Unda vilka bilan tarelka olib kel. Hozir. Qani, kela qol. O'tir. Xatana qara. O'zingga olib kelmadingmi? Nimaga olib kelmading? Men buni yemayman. Nega? Harom luqma tomog'imdan o'tmaydi. Buyam o'sha qimori pullariga olinganda. Nega shunaqasan sen? Ha? Qanaqaman? Xuddi oldin halol yeb yurgandek gapirasan. Otang o'zi ashaddiy bir qimorvoz bo'lgan bo'lsa, ha? Shu pullarga boqqanda seni. Unaqa emas. Qanaqa? Ular meni otam emas. Nima? Ular menga o'gay. Otam yoshligimda o'tib ketgan. Oyim keyin shu insonga turmushga chiqqanlar. Keyin ukam tug'ilgan. Lekin otam shu kungacha onamga kun bermay keldilar. Faqat qiynadilar. Oyim bir necha marta ajrashmoqchi ham bo'ldilar, lekin ajrasha olmadilar. Demak, ana o qimorvoz Zarinani otasi emas ekanda. Qayerda ekan? Qayerda? Pullar qani? Voy tavba. Nima qilyapsiz? Nima ahvol bu? Pulim qani? Qanaqa pul? Qani pullarim? Ey xudoyim, qachon odam bo'lasiz a? Siz qachon odam bo'lasiz boshqalarga o'xshab halol mehnat qilib? Voy, sen hali ovoz ko'taradigan qopsanmi? Ko'rgan kunim qursin-a. Siz ham odammisiz? Qachon Ochar tashlaysiz ovozingni. ishlaringizni? Hozir o'ldirib qo'yaman. O'ldiring, o'ldiring. Siz bilan yashaganimdan ko'ra o'lganim yaxshi, tushundingizmi?
Qizim ham sizni kastingizga qoldi. Undan ko'ra o'lib ketganim yaxshi. qizingni, o'sha qizing bilan sen meni shukriga soldilaring. Jonimga tegdilaring. Jonimga tegdilaring. Nima qildi qizim sizga? Odam emas ekansiz. Qizimni hayotini siz rasvo qildingiz. Siz Yaramas. Menga aql o'rgatma. qo'ling sinsin. Maxluq. Ey xudoyim. O'lib ketgan. Qachon qutulaman sendan, a? Zarina! Zarina! Labbay. Tez, keyin chiq. Nimaga Bo'loqqa tinchlikmi? shoshaymiz. Qayoqqa? Borganda bilasan, 2-3 kun oyini uyda turib turasan. Tinchlikmi? Tezroq bo'l, shoshaman. Bo'l. Xo'p. Meni tushunding-a, Zarina? Uydan ko'chaga chiqmaysan. Bu gap sizlarga ham tegishli. Xo'p. Xo'p. Bugun erta juda katta o'yin bor. O'zim seni 2-3 kundan keyin olib ketaman. Senga shu yer xavfsizroq. Tushunarli. Mayli, men ketdim. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi boring. Nima bo'lyapti qizim? Bilmadim, oyi. O'yin bor deyaptilar. Dadam ham borsalar kerak har holda. Shunaqa ham peshonam sho'r bo'ladimi, a? Erimni noshudligi yetmagandek, kuyovim ham shunaqa bo'lib chiqsa. Seni ham taqdiring men taqdirimga o'xshagan bo'lar ekanda, qizim. Nimaga unaqa deysiz, oyi? Aytdim-ku, Otabek aka dadamga umuman o'xshamaydilar. Ular umuman boshqacha odam. Nima bo'lganda ham u qimorvoz qizim. Bunaqa odamlardan yaxshilik chiqmaydi. Zarina. Zarina. Hozir. Zarina. Ha, oyi. Qayerda edingiz? Tinchlikmi? Ichki ishlardan chaqirishgandi. Nega chaqirishadi? Dadang. Nima dadam, oyi? Nima bo'ldi? Dadangni otib qo'yishibdi. Nima? O'sha o'yindami bilmayman. Mafiya bosimi, milisa bosimi bilmayman. O'sha yerda otishma bo'lib dadangni otib qo'yishibdi. Otishma. Otabek akamchi? Bilmayman. Otabek haqida gapirgan yo'q, dadang haqida gapiryapman. Hozir ichki ishlardan aytishdi menga ham. Dadangni o'ligini olib kelish kerak ekan, qizim. Otabek haqida hech narsa deyishmadimi, Hech nimani bilmayman, qizim. Otabek haqida gapirmadi. Oyi, men bilib kelishim kerak. Zarina, qayerga borasan? Ichki ishlarga. Bilmayman, oyi, men xabar olib kelmasam bo'lmaydi. Qizim, o'zim olib ketaman dedi-yu. Tirik bo'lsa o'zi keladi. Men jim kutib o'tira olmayman, oyi. Iltimos, Zarina. Yaxshimisan, qizim? Yaxshiman shekilli. Oyi, Otabekning hech qanaqa xabar kelmadimi? Yo'q, qizim. Bitta odam dom-daraksiz yo'q bo'lib qolsa, qanaqasiga topisha olmasligi mumkin? Qo'y endi, qizim. Ha deb o'zingni siqavermagin. Balki yaxshilikkadir. Alloh seni bir yomon odamdan asragandir.
Oyi, Otabek aka haqida siz hech narsa bilmaysiz. Men uni qimorbozligini bilaman. Shuni o'zi yetadi. Boshqa narsani bilishim shart emas. Qayerga yo'q bo'lib ketishi mumkin ekan? Bo'ldi endi Zarina. O'zingni qo'lga olgin. Agar tirik bo'lganda kirib kelardi. Oyi, Mayli. O'zing bilasan, qizim. Chiqib biror narsa tayyorlagin. Ha deb siqilma. O'zingni qo'lga ol. Endi nima qilamiz? Taqdir shunaqa ekan. Peshonangda shu yozilgan ekan, bolam. Vaqt o'tgan sari ko'nikasan. Hozir. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zarina Zoirovaning uylari shumi? Ha, men bo'laman. Tinchlikmi? Bu pochta sizga. Nima o'zi bu? Unisini men bilmayman. Mana shunga qo'l qo'yib yuboring. Bo'ldi, rahmat. Mayli. Nima ekan? Pochtadan kelishibdi. Mana bu hujjatni olib kelishibdi. Qanaqa hujjat ekan bu? Bilmasam, notariusdan bo'lsa kerak. Ko'chmas mulk. Egalik huquqi seni nomingga ekan. Uni ko'rdim, lekin baribir tushunmadim. Qayerdan keldi bu? Buni aniqlashtirishimiz kerak, qizim. Unda men ertaga notariusga borib kelaman, oyi. Bilmadim, balki qandaydir anglashilmovchilik bo'lgandir, ha? Bo'lishi mumkin. Yur, qizim. Ichkariga kiraylikchi. Hormang, oyi. Salomat bo'l. Keldingmi, qizim? Keldim. Nima bo'ldi? Uchradingmi? Uchradim. Nima ekan? Otabek aka hovlimizni meni nomimga o'tkazib qo'ygan ekan. Seni nomingga? Qanaqasiga? Qaysi hovlini? Shu ancha oldin birga yashagan hovlimizni meni nomimga o'tkazgan ekanlar. Menimcha, ko'ngillari nimadir sezgan bo'lsa kerak. Yo'q. Nega aynan seni nomingga? Nega bo'lardi, oyi? Xotinlarim-manu. Qiziq. Butun boshli uyni seni nomingga o'tkazgani qiziq. Nima qilasan, qizim? Men uyni sotaman. Sotasan? Ha, sotib o'qishga kirmoqchiman. O'qiyman, karyera qilaman. O'zim hayotim uchun kurashaman, oyi. Mayli, qizim. O'zing to'g'ri deb bilgan ishni qil. Boshqa ilojim ham yo'q endi, oyi. Bu yog'iga ojiza qiz emas, kuchli ayol bo'lishim kerak. Albatta. Bo'pti. Kiyimlaringni almashtirib chiq. Bor. Xo'p.
O'g'lim, Assalomu alaykum oyi. va alaykum assalom. Qara, senga sho'rva olib keldim. Ichib olasan. Yaxshimisiz oyi? Yaxshi keldingizmi? Qani o'tiring. Ha, issiqda ichvasang bo'lardi. Yo'q oyi, hozir ishtaham yo'q. Voy, sen kuchli bo'lishing kerak. Qara yurishingni, yemasang tuzalmaysan. Ha, endi 6 oy deganda zo'rg'a o'zingga kelgan bo'lsang. Oyi, Ahvolingni qaragin. Ke bolam, jon bolam, shu ishingni tashagin. Nima qilasan, o'zingni joningni xatarga qo'yib? oyi, xavotir olmang. Hammasi yaxshi. Bundan tashqari, yaxshi ishlar ko'p-ku bolam. O'qituvchi bo'l, ana shofyor bo'l. Ozgina o'zing uchun ham yasha. Xo'p, oyi. Bo'ldi. Shifoxonadan chiqishing bilan seni tez uylantiramiz. Sen tuzalaman deguningcha ana, ammangni qizi ham turmushga chiqib ketdi. Endi bu yog'iga qiz topish kerak. Oyi, bir qiz bor. Voy, rostdanmi? Kim u qiz? Taniymanmi? Aytgin, men tez sovchilikka boraman. Uni ismi Zarina. Aqlli, odobli qiz. Shunaqa degan. Bo'ldi. Shu yerdan chiqishing bilanoq sovchilikka boraman. Endi bu yog'iga to'yni tezlashtirmasak bo'lmaydi. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Keldim. Mehmon bormi? Ha, tez kiyimlaringni almashtirib chiq, sovchilar kelgan. Choyni olib kirasan, xo'pmi? Men olib kirmayman oyi. Nima deganing bu qizim? Shuncha indamadim. Bo'ldi endi. Oyi, sizga aytganman-ku, men turmushga chiqmayman. Zarina, 3-marotaba kelishi. Yaxshi joy, xo'p degin. Oyi, men turmushga chiqqan ayol bo'lsam, qanaqa qilib uylanmagan yigitga turmushga chiqaman? Yigit shu qizdan boshqasini demayman deb turibdi. Bir marta xo'p degin. Yo'q oyi. Otabek tirik bo'lsa-chi? Qaytib kelsa ko'ziga qanaqa qilib qarayman? Qizim, nega tushunishni istamaysan? Otabekang o'lgan. O'lsa o'ligini ko'rganimiz yo'q hali. Men o'z ko'zim bilan ko'rmagunimcha ishonmayman. Ishonmayman oyi. Hoy, xudoyim. Nima qilish kerak bu qizza? Sovchilarga yo'q deyman menda. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Choydan oling. Rahmat. Kechirasiz-u. Sizni biroz tanimayroq turibman. Ha, meni tanimaysiz. Shu desangiz, qizingizga sovchilikka kelgandim. Qizimga? Ha. O'g'limni aytishicha, Zarina ismli qizingiz bor ekan. Ha. Ha, shu qizingizni o'g'limga so'rab keldim. O'g'lim aqlli, og'ir bosiq, esli xushli yigit. Bersangiz ham o'g'limga berasiz, bermasangiz ham o'g'limga berasiz. O'g'lingiz aytganmilar, yo'qmi bilmadim-u, lekin meni qizim turmushga chiqqan. Nima? Turmushga chiqqan? Turmushga chiqqan deysizmi? Eri vafot etganiga 1 yil bo'lib qoldi. Lekin o'g'lim bu haqda aytmagandi. Bilmagandim.
Mana endi aytdim. Bilib oldingiz. Unda men yana bir marta o'g'lim bilan gaplashib ko'raychi. Keyin bafurja gaplasharmiz. Qani, ilohi amin. Shu xonadonlarda ham yaxshi to'ylar bo'lsin. Allohu akbar. Ha, oyi, keldingizmi? Keldim. Kelmaganim yaxshi edi. Oyi, tinchlikmi, nima bo'ldi? O'g'lim, hali sen o'zingga shunaqa qizni ravo ko'rdingmi? Seni shu turishingga qancha qizlar o'zini tomdan tashiydi. Ha, u qizga nima qildi, oyi? Hali bilmayman hamdirsan. Siz tushuntiribroq gapirsangiz bilaman-da, oyi. Buni bemalolligini qaranglar. Axir u qizing turmushga chiqqan ekan-u. Bilarmiding shuni? Oyi. Shuni aytyapsizmi? Esimdan chiqib qopti. Bemalol gapirishini-chi buni. Hali seni xabaring bormidi? Oyi. Men sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. Nimasini tushuntirasan? Hech narsani tushuntirma. Eshitishni ham xohlamayman. U qizni hech qachon senga olib bermayman. Xudoyim ey. Oyi, meni eshiting. To'g'risini aytsam, sizga aytish xayolimga ko'tarilib qopti. Ya'ni, ogohlantirib qo'yish. Xullas, Senga qaysi mavzu tushdi? Umi. Mengami? Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish. Internetdan olib yozamiz-da. Hozirgi kun bilan bog'lab yozish kerak ekan. Xo'p, bo'pti, gaplashamiz. Qishloq xo'jaligida 4 milliondan ortiq yer maydonlarida ekinlarni ekish va sug'orish jarayonlari raqamlashtirildi. Bu yilga kelib paxtani mashinalashtirish ulushi kamida 70% ga yetkazish maqsad qilingan. Buni kiritsa bo'lar ekan. Xalaqit qilmadimmi, qizim? Yo'q, oyi, nima gap? Gaplashib olaylik, bolam. Yana turmushga chiqish masalasida bo'lsa, keling oyi, tortishmaylik. Qizim, bir marta uchrashuvga chiqib ko'rgin. Yolg'iz o'tib ketmaysan-u. Oila, farzand kerak emasmi? Oyi, men sizga bu haqda oldin ham aytganman. Hozir ham aytaman. Qo'ying, bir-birimizni xafa qilmaylik.